kompaniyasi Sport telekanali sizlar e'tiboringizga poytaxt Toshkent shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston klub kickboksing bo'yicha do'stlar urg'u berishimiz kerak. Albatta, kickboksing bo'yicha klublar o'rtasida turnirdan, musobaqadan reportajimizni davom ettiramiz. Kuzatib bordik albatta. Kecha ham qizg'in janglarni sizlar bilan birgalikda haqiqatdan qizg'in janglar, murosasiz kechgan, keskin kechgan bahslar guvohiga aylandik va davom etamiz. Do'stlar, davom etamiz shubhasiz. Mana shu alfozda, mana shunday murosasiz janglarni siz bilan birgalikda shubhasiz kuzatishni, tomosha qilishni. Kichik yosh toifasidan boshlanadi. Sekin yuqoriga qarab ketamiz. Dasavval 32 kg, 12 yoshgacha bo'lgan sportchilar kick light yo'nalishi. Janglar boshlanmoqda. Shiddat bilan boshlandi. Ishlamsiz gala final Amirshoh Hamidov qizil burchakda jang olib boryapti. Uning raqibi Ahmedov klub a'zosi Firdavs Rahimov, Megasport 1 klub a'zosi. Bo'y borasida ustunlik bor Amirshohda. Qo'l zarbalari Mashnova keskin jangga kirishib ketishdi. Har ikkisi moslashadi. Yosh sportchilar tek down amalga oshirmoqchi bo'ldi. Chamamda Rahimov front kick. Qo'lni baland ko'tarsa, zarbasidan xursand bo'lmoqdami deb o'yladim. Yo'q, albatta. Ekipirovkasida qandaydir nosozlik yuzaga kelgan ko'rinadi. Biroz palapartish, ammo menimcha Rahim o'zi kelib oldi. O'yin qarang, front kick, high kick o'tyapti. Yana bir low kick zarbasi, masofani qisqartirgan holda zarbalar yo'layapti. Hamidov juda yaxshi boshlagan edi jang. Juda ham yaxshi boshlagan edi. Ilib ketyapti bu yerda Rahimov. Low kick, chap qo'l yon taraflama zarba. Yana bir low kick. Yana bir low kick. Javob qaytyapti Rahimovdan. Raund yakuniga bormoqda bor. Ha, bilmadim. Yaxshi boshladi Amirshoh Hamidov, ammo yaxshi yakuniga yetkazdi Firdavs Rahimov. Takroriy lavhalar. Ikkinchi raund. Rahimovga ko'rsatmalar berildi. Yaqinroq bor deya. Ko'ramiz.
zarba almashinuvi. Ikkilik zarbasi, ikkita low kick. Raqibini muvozanatdan chiqarib tashlayapti. Hamidov bir chalkashib ketdi joyida burchaklarda. Yaxshi yana kombinatsiya. Jang davom etadi. Front kick yana bitta, chiroyli. Oyoqni ushlash mumkin emas. Front kickdan so'ng qo'l o'zi ketsa kerak. Raqib oyoqni ushlab olishga. Low kick. Ushladi. So'nggi ko'rsa ogohlantirish berildi. Yana bir marotaba ushlab olgan edi. Masofaga kirib bordi yaqin. Time out negadir? Ushlab turib urish, ya'ni zarba yo'llash mumkin emas. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Ha, biz biroz birinchi raundda yanglishib ketmiz. Tarafni aytish borasida uzr so'rayman albatta do'stlar. Buning uchun mana shu tanaffusni kutib turgan edim ochig'i. Demak, xulosa qanday? Birinchi raundni yaxshi boshladi Firdavs Rahimov. Ammo yaxshi davom etadi Amirshoh Hamidov. Va Amirshoh Hamidov menimcha mana shu jarayonni ushlab turibdi. Klub a'zosi takrorlab qat'iyroq, keskinroq, yorqinroq. Kichik nuqsonlar bilan vaziyat. Yaqin ushlab turgan holatlarga qarab. Front kicklar o'tyapti. Amirshoh Hamidovning bal olib tashlanishi mumkin. Bu esa endi vaziyatni tubdan o'zgartirib tashlashi mumkin. Hozir Firdavs Rahimovda imkoniyat paydo bo'ldi vaziyatni o'z tomoniga o'tirishga. Chunki 3 baldan hakam ayirib tashlaydi. Front kick, back fist amalga oshirayotgan bir vaziyatda back fist mumkin emas bu yo'nalishda. Low kick. Yaqin masofaga kirib borilayotgan vaziyat. Yana bir low kick. O'ng qo'l, chap qo'l zarba Firdavs Rahimovdan. Middle kick. Qanday zarba hozir? Ochiq so'zmay qoldim. Payqamay qoldik. Front kick. Qani front kicklar? Parvozdagi front kicklar, ikkilik zarbasi va darhol masofani uzoqlashtiryapti Amirshoh Hamidov. Middle kick. Quvlayapti ortidan, yetib olishga harakat qilyapti. Rinchatiga taqab olgan holda Firdavs Rahimov endi o'z hujumlarini amalga oshiryapti, lekin mana shu front kick juda xavfli ekan, Amirshoh Hamidov ijrosida. Juda ham xavfli ekan. Qo'lqoplariga qarash kerak edi, kiyimiga emas. Low kick.
aylantirib tashlayapti. Referi ham vaziyatga aralashib ketishga bir baqiya qoldi. O'ng qo'l, chap qo'l, toliqish bor, lekin oxirgacha ishlash kerak. So'nggi ogohlantirish berilyapti. Bu vaziyatda Amirshoh Hamidovga Firdavs esa oldinga qarab borish kerak. Yana bir zarba. Kimda ustunlik bor? Ochig'i bilmaymiz. Hakamlar belgilab berishadi buni. Middle kick va qo'l zarbalari yaxshiroq jismonan tayyor, ammo joyida qolib ketish mumkin emas. Bor deb aytib o'tishyapti. G'oza Firdavs Rahimovga va jang yakuniga yetdi. Yakunni kulminatsiyani yorqin o'tkazdi har ikkala sportchi. Botir Zokirov kickboksing asoschisi ringga chiqib keladi. Ikkalasi ham g'olib biz uchun. Juda yaxshi o'tkazdi. Birinchi, ikkinchi raundda Amirshoh Hamidov. Takrorlab qo'shamiz.